23-mavzu temiryo'l kesishmalari va avtomagistrallarda harakatlanish tartibi. Temiryo'l kesishmalaridan boshlaymiz. Temiryo'l kesishmasiga yaqinlashayotganda haydovchi e'tibor qilish kerak. Yaqinlashib kelayotgan poyezdga, belgilarga, svetoforga, shlagbaumga va navbatchiga, o'tda navbatchi deyiladi. Keyin temiryo'l kesishmalaridan faqat belgilangan joylardan kesib o'tish mumkin poyezd yo'lini. Boshqa joylardan poyezd yo'lini kesib o'tish taqiqlanadi. Temiryo'l kesishmasida taqiqlanadi yopiq shlagbaumni aylanib o'tish, shlagbaumni ochish, kesishmaga 100 metrdan kam masofa qolganda quvib o'tish. Lekin kesishmadan o'tib quvib o'tsa bo'ladi. Bundan tashqari kesishmani 50 metr yaqinida to'xtab turish taqiqlanadi va perezdning oldida turgan mashinalarni qarama-qarshi yo'nalishdan aylanib o'tish taqiqlanadi. Kesishma orqali taqiqlovchi o'tishi taqiqlaydigan ishoralar bor. Bular birinchisi, agar navbatchi oldi bilan yoki orqasi bilan turgan bo'lsa, temiryo'l kesishmadan o'tganda tirbandlik hosil bo'lgan bo'lsa, shlagbaum yopiq yoki yopilayotgan bo'lsa, yoki qizil svetofor miltillayotgan bo'lsa, kesishma orqali harakatlanish mumkin emas. Bunaqa vaziyatlarda haydovchilar to'xtash kerak. Endi qattiq to'xtash kerak. Qoidalar buni tushuntirib bergan. Birinchisi, to'xtash chizig'ini oldida to'xtash kerak deyilgan. Agar to'xtash chizig'i bo'lmasa, unda stop belgisini yoki svetoforni oldida to'xtash kerak. Agar stop belgisi ham, svetofor ham bo'lmasa, unda shlagbaumgacha 5 metr uzoqda to'xtash kerak. Agar shlagbaum ham bo'lmasa, unda temiryo'l izlarigacha 10 metr uzoqda to'xtash kerak. To'xtab poyezdni o'tkazib yuborgandan keyin haydovchi yurishdan oldin boshqa poyezd yaqinlashib kelmayotganiga ishonch hosil qilish kerak, keyin harakatni davom ettirsa bo'ladi. Bundan tashqari, temiryo'l kesishmasidan tezligi 8 kilometrdan oshmaydigan mashinalar o'tish uchun temiryo'l kesishmasini boshlig'idan ruxsat olish kerak bo'ladi. Bundan tashqari zanjirli, ya'ni mana bunaqa go'sinitsa ishlatadigan texnika o'zi yurib o'tishi mumkin emas. Ularni faqat mexanik transportga ortib olib o'tishga ruxsat beriladi. Agar temiryo'l kesishmasida haydovchi majburiy to'xtasa, ya'ni buzilib qolsa mashina yoki tiqilib qolsa, haydovchi nima qilish kerakligi bosqichma-bosqich tushuntirilgan. Birinchi bo'lib, haydovchi yo'lovchilarni tushirib, mashinani itarib chiqarish kerak bo'ladi. Agar buni imkoni bo'lmasa, unda ikkita yo'lovchini ikki xil tomonga 1000 metr uzoqga qo'liga yorqin mato berib jo'natib yuborish kerak bo'ladi poyezdni to'xtatishi uchun. Poyezdni to'xtatish ishorasi yorqin matoni ushlab qo'lni aylantirish hisoblanadi. Haydovchini o'zi bo'lsa, mashinani oldida qolib, bitta uzun, 3 ta qisqa signal berish kerak bo'ladi. Endi avtomagistrallarga o'tamiz. Avtomagistrallarda taqiqlanadi orqaga yurish, avtomobilni boshqarishni o'rgatish, 40 kilometrdan sekin yurish, qayrilib olish va bundan tashqari piyoda, hayvon, velosiped, moped, arava va traktorlarning harakati mutlaqo taqiqlanadi. Avtomagistralda faqat ikkita narsaga ruxsat beriladi. Maxsus dam olish maydonlarida to'xtab dam olish va buzilgan mashinalarni shatakka olish.